Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırırız. Bugünkü ıslahı 2020 yıl 7. ayının 20. günü haftaga düşenbe. Endiki mavzu mındak. Jungo Hindistan toqunuşu. Jungo'ga signal tarqatdi. Amerika avamatga chiqarib Hindistan dengiz armiyasi bilan birlashma manver o'tkazmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 7. ayning 20. kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Hindistan chegara vaziyati jiddiylashayotgan mashundaq bir ahvolda. Amerika Qo'shma Shtatlari avamatga harbiy parxodlarini chiqarib Hindistan dengiz armiyasi bilan birlikda harbiy manver o'tkazmoqchi bo'ldi. Hindiston gazetlari mundaq dedi. Bu harakat Jungo'ga kuchli signal tarqatdi. Hindiston vaqt gazeti 7. ayning 20. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Nemis Avamatka, Nemis belgilik Avamatka yetakchiligida Amerika'nın Avamatkalar gruppasi, zarbadarlar gruppasi Andaman Nikobar orollarına yaqin yerda Hindiston dengiz armiyasi bilan birlashma harbiy manver o'tkazdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo Hindiston o'rtasida Ladakh rayonining sharqiy qismida to'qinish yuz bergan ahvol ostida bu harakat Jungo'ga nihoyat kuchli strategik signal tarqatdi. Mushu jumlaga e'tibor berib vatandosh hozir tahlil qilamiz. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Takrorlayman. Jungo Hindiston o'rtasida Ladakh rayonining sharqiy qismida to'qinish yuz bergan ahvol ostida bu harakat Jungo'ga nihoyat kuchli strategik signal tarqatdi. Jungo Hindiston chegara vaziyati yanada jiddiylashyapti. Hindiston davlat mudofaa ministri oldin hisobga berib harbiy manverlarni bir qancha qatim ko'zdan kechirdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Ikki davlat dengiz armiyalarining bu qatimqi harbiy manveri aralashma manver deb ataladi. Nihoyat zo'r yadro o't kuchi bilan harakatlanadigan Nemis belgilik Avamatika 7. ayning 18. kuni Malakka bo'g'izida o'tib, Hind okeaniga kirdi. Regan va Nemis belgilik Avamatikalar Janubiy dengizda harakat o'rinlashtirishida texi yengila burch va majburiyatlarni, ya'ni erkin qatnashni ishga oshirgan edi. Yana bir xabar, hurmatli vatandosh, endi bu xabarni men nima deyman desangiz, otandek xabar deyman. Uyg'urlar shunday qilib bag'o, otandek xabar. Buning mavzusi mundaq, hurmatli vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining a'zolari prezidentga qurol ishlatish huquqi berish bo'yicha qonun loyiha o'ttirg'a qo'ymoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 7. ayning 20. kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu yil 2. ayning 2020 yil 6. oyda kechiringlar. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasining a'zosi Josh Hawley Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasi o'ttirib qo'ydi. Sal keyinroq Avam palatasining a'zosi Mike Gallagher 7. ayning 1. kuni bir parcha qonun loyiha o'ttirib qo'yib, Amerikaning Tayvan munosabati qonunini kapolatga ega qilib, Beijingning Tayvanga qurolli hujum qilishini va paket tayyorlashini cheklaydigan iqtidorli qonun loyiha o'ttirib qo'ydi. Endi bugun uzundan beri Tayvanga do'stona munosabatda bo'lib kelayotgan Avam palatasining Cumhuriyetçiler Partisiga mansub a'zosi Tat Yahu
Tayvan'ın tacavuzga uçurışıdan saqlanış kanun layihasini o'ttirg'a qo'yib, Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidentiga Beijing askar chiqarib Tayvanga hujum qilgan aman qurol ishlatish huquqi berishni o'ttirg'a qo'ydi. Diqqat. Beijing askar chiqarib Tayvanga hujum qilgan aman qurol ishlatish huquqi berishni, prezidentga qurol ishlatish huquqi berishni o'ttirg'a qo'ydi. Tatyahu Fox xabarlarga mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping qurol ishlatishdan yanmayman dedi. Tatyahu mundaq ta'kidladi. Tayvan hargizmi Cumhur Xalq Cumhuriyatining bir qismi emas. Bu qonun loyihaning ismi Tayvanning tajovuzga uchrashidan saqlanish qonun loyihasi. Qayerga yetib keldik vatandosh? Diqqat qilib o'tamsiz vatandosh?